bugun men pensiya yoshidagi yoki pensiyaga yaqinlashayotgan ko'plab yurtdoshlarimiz uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntiraman. SSR davrida o'qigan texnikum, institut, universitet, bilim yurti yoki boshqa ta'lim muassasasida ta'lim olgan pensionerlarni qanday syurpriz kutishi mumkin? Bu masala oddiy ko'rinadi, lekin amalda pensiya miqdoriga, ish stajiga, hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilishiga va ayrim hollarda qayta hisob-kitob qilish imkoniyatiga ta'sir qilishi mumkin. Men darhol aytib qo'yaman, bu ma'lumot faqat bitta odamga emas, juda ko'pchilikka tegishli. Chunki SSR davrida o'qiganlar orasida bugun pensioner bo'lganlar ham bor, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar ham bor, ota-onasi yoki yaqin qarindoshining hujjatlarini ko'rib berayotgan farzandlar ham bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda bitta hujjat yoki bitta sana odamning pensiya hisobida katta farq qilishi mumkin. Avvallari ko'pchilik shunday o'ylardi. Men o'qiganman. Demak, bu yillar avtomatik tarzda stajga kirgan bo'lsa kerak. Yoki aksincha ayrimlar o'qish bu ish emas, demak pensiyaga umuman aloqasi yo'q deb o'ylagan. Aslida masala bundan ancha murakkab. SSR davrida ta'lim olgan shaxslarning o'qish davri ayrim shartlar bajarilganda pensiya tayinlashda inobatga olinishi mumkin bo'lgan davr sifatida qaralgan holatlar bor. Lekin buning uchun o'qish turi, o'qish davri, ta'lim muassasasi maqomi, kunduzgi yoki sirtqi shaklda o'qilgani, o'qishdan oldingi yoki keyingi mehnat faoliyati, hujjatlarning saqlangani juda katta ahamiyatga ega. Bugungi o'zgarish shundaki, ko'plab pensionerlar pensiya hujjatlarini birinchi marta topshirgan paytda o'qish davri to'liq tekshirilmagan. Diplom bor bo'lsa ham arxiv ma'lumotnomasi so'ralmagan. Ayrim yillar stajga qo'shilmay qolgan. Ba'zi hujjatlarda ism, familiya bir harf bilan farq qilgani uchun hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Endi esa odamlar o'z hujjatlarini qayta ko'rib, pensiya bo'limiga murojaat qilib, arxivdan tasdiqlovchi ma'lumot olib, ayrim holatlarda pensiya ishini qayta ko'rib chiqish imkoniyatini tekshirishi mumkin. Men bu yerda hammani bir xil natija kutadi demayman. Kimdadir o'qish davri allaqachon hisobga olingan bo'ladi. Kimdadir umuman hisobga olinmaydi. Chunki qonuniy asos yetmaydi. Lekin kimdadir aynan shu o'qish yillari yetishmayotgan stajni to'ldirishi, pensiya turiga ta'sir qilishi yoki pensiya hisobidagi ayrim ko'rsatkichlarni aniqlashtirishga yordam berishi mumkin. Syurpriz degani ham shunda. Odam o'zi bilmagan holda eski diplom, arxiv spravkasi yoki ta'lim muassasasi yozuvi orqali pensiya ishida muhim dalil topib qolishi mumkin. Endi men kimlar e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda 1907 va 1970 yillarda kunduzgi bo'limda o'qiganlar o'z hujjatlarini albatta tekshirishi kerak. Masalan, odam 1970 yilda texnikumga kirgan, 1979 yilda bitirgan, keyin zavodga ishga kirgan. Uning mehnat daftarchasida 1979 yildan boshlab ish yozuvi bor. Lekin 1975-1979 yillardagi o'qish davri pensiya ishida ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Agar qonunchilik va tasdiqlovchi hujjatlar bunga imkon bersa, bu davrni stajga qo'shish masalasi ko'rib chiqiladi. Ikkinchi guruh institut, universitet, pedagogika instituti, tibbiyot instituti, qishloq xo'jaligi instituti kabi oliy ta'lim muassasalarida kunduzgi o'qiganlar. Masalan, ayol kishi 1907 yilda pedagogika institutiga kirgan. 1907 yilda bitirgan, keyin maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Pensiya hujjatlari topshirilganda faqat mehnat daftarchasidagi maktabdagi ish yillari hisoblangan. Institutdagi 5 yil esa chetda qolgan bo'lishi mumkin. Agar arxivda buyruqlar talabalikka qabul qilingan sana, bitirgan sana, kunduzgi bo'limda o'qigani tasdiqlansa, bu masala albatta tekshirilishga arziydi. Uchinchi guruh kasb hunar bilim yurtlari, texnikumlar, o'rta maxsus ta'lim muassasalarida o'qiganlar. Bu yerda nozik jihat bor. Har bir o'qish avtomatik tarzda bir xil baholanmaydi. Masalan, bir odam 2 yil kasb hunar bilim yurtida o'qigan va o'sha davrda ishlab chiqarish amaliyoti o'tagan. Boshqa odam esa kechki bo'limda o'qib kunduz kuni ishlagan. Bu ikki holat pensiya hisobida bir xil ko'rilmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, menda diplom bor deyish yetarli emas. Diplomning o'zi ba'zan faqat ta'lim olganini ko'rsatadi. Lekin pensiya uchun kerak bo'ladigan aniq davrni, kunduzgi shaklni, qabul va bitirish buyruqlarini tasdiqlovchi ma'lumotnoma ham kerak bo'lishi mumkin. 4-guruh
pensiyaga allaqachon chiqqan, lekin pensiya miqdoridan norozi bo'lganlar. Masalan, erkak kishi ilk kun 2 yoshida pensiyaga chiqqan. Uning ish staji 24 yil 8 oy deb hisoblangan. U esa hayotida 4 yil texnikumda o'qiganini aytadi. Agar shu 4 yilning hammasi yoki bir qismi qonuniy asosda qo'shilsa, umumiy staj 28 yilga yaqinlashishi mumkin. Bu har doim pensiyani keskin oshiradi deb bo'lmaydi, lekin ayrim hisob kitoblarda muhim farq beradi. Ayniqsa minimal zarur staj, to'liq pensiya olish sharti. Ayrim imtiyozli davrlar yoki tasdiqlanmagan yillar bilan bog'liq holatlarda bu juda muhim. Keling, oddiy raqam misol qilaman. Deylik, fuqaro 1980 yildan 2010 yilgacha turli joylarda ishlagan. Lekin mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar noto'g'ri, ayrim korxona arxivi yo'qolgan. Pensiya bo'limi unga 5 yil staj chiqargan. Fuqaroning qo'lida esa 1976-1960 yillarda kunduzgi texnikumda o'qiganini tasdiqlovchi diplom bor. U arxivdan 1976 yil 1 sentabrdan talabalikka qabul qilingan, 1960 yil 'O'tmi iyunda bitirgan degan ma'lumotnoma olsa, masala qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natijada pensiya hujjatidagi umumiy davr aniqroq bo'ladi. Bu odam uchun 3 yili 10 oy oddiy raqam emas, balki butun mehnat yo'lining tasdiqlangan qismi bo'lib qoladi. Yana bir misol. Ayol kishi 1970 yillarda tibbiyot institutida o'qigan. Keyin shifoxonada ishlagan, lekin bir necha yil farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan. Pensiya tayinlashda ayrim davrlar to'liq qo'shilgan, ayrimlari qo'shilmagan. U o'qish davri haqida so'ramagan, chunki o'qish staj emas deb o'ylagan. Keyin hujjatlarni tekshirganda institutdagi kunduzgi o'qish davri umuman pensiya ishida ko'rinmayotganini bilgan. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l diplom nusxasini, arxiv ma'lumotnomasini, agar kerak bo'lsa, ism familiya o'zgarganini tasdiqlovchi nikoh guvohnomasini olib, pensiya organiga yozma murojaat qilish. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Birinchidan, pensiya ishida o'qish davri allaqachon qayd etilgan bo'lsa, ya'ni sizga pensiya tayinlanganda diplomingiz va arxiv ma'lumotingiz qabul qilingan bo'lsa, bu borada ortiqcha vahima qilish shart emas. Ikkinchidan, agar siz sirtqi bo'limda o'qigan bo'lsangiz va o'sha paytda doimiy ishlagan bo'lsangiz, ko'pincha pensiya uchun asosiy davr ish davri bo'ladi. Uchinchidan, agar o'qish davri qonun bo'yicha stajga qo'shiladigan toifaga kirmasa, faqat diplom borligi pensiyani oshirib yubormaydi. Shuning uchun gap mish-mishlarda emas, aniq hujjat va aniq huquqiy asosda. Endi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Eng birinchi nozik jihat, diplom bilan arxiv ma'lumotnomasi bir narsa emas. Diplom sizning o'qishni bitirganingizni bildiradi. Lekin pensiya hisobida ko'pincha qaysi sanadan qaysi sanagacha o'qigan degan aniq davr kerak bo'ladi. Masalan, diplomda faqat 1994 yilda berilgan sanasi turadi. Pensiya hisobchisi esa siz 1979 yilda kirganmisiz? 1960 yilda kirganmisiz? Akademik ta'til bo'lganmi? O'qishdan chetlatilib qayta tiklanganmisiz? Bularni ko'rishi kerak. Shu sababli arxivdan berilgan ma'lumotnoma juda muhim. Ikkinchi nozik jihat, ism familiya o'zgarishi. Ayniqsa ayollarda bu juda ko'p uchraydi. Diplom qizlik familiyasida, pasport esa turmushdan keyingi familiyada bo'ladi. Pensiya bo'limi hujjatlarini bir shaxsga tegishli deb tan olish uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumot yoki fuqarolik holati dalolatnomalari organidan tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odamning hamma hujjati joyida. Lekin bitta familiya farqi sabab hujjat qabul qilinmaydi yoki qo'shimcha tasdiq so'raladi. Buni oldindan tayyorlab qo'ysangiz vaqt yutasiz. Uchinchi nozik jihat, ta'lim muassasasi nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. SSR davrida faoliyat yuritgan institut bugun universitetga aylangan, texnikum kollejga aylangan, ayrimlari boshqa tashkilotga qo'shilgan, ayrimlarining arxivi viloyat arxiviga topshirilgan. Shuning uchun mening o'qigan joyim hozir yo'q. Demak, hujjat ham yo'q deb o'ylamang. Ko'pincha hujjatlar davlat arxivida, oliygoh arxivida yoki tegishli vazirlik tizimidagi arxivda saqlangan bo'ladi. Izlash kerak. Yozma so'rov berish kerak. Talabalikka qabul qilish buyrug'i, bitirish buyrug'i, kunduzgi bo'limda o'qiganlik degan iboralarni aniq ko'rsatish kerak. 4-chi nozik jihat, o'qishning kunduzgi, kechki yoki sirtqi shakli. Ko'pchilik buni ahamiyatsiz deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya masalasida bu juda muhim. Kunduzgi o'qish davri bilan sirtqi o'qish davri bir xil baholanmasligi mumkin. Agar siz sirtqi o'qigan bo'lsangiz,
o'sha davrda ishlaganingiz bo'lishi ehtimol. Bunday holatda mehnat daftarchasidagi ish davri asosiy dalil bo'ladi. Agar kunduzgi o'qigan bo'lsangiz, ish daftarchasida yozuv bo'lmasligi tabiiy. Shuning uchun o'qish davrini tasdiqlovchi hujjatlar alohida ahamiyat kasb etadi. 5-chi nozik jihat harbiy xizmat. O'qish va ish davrlari bir-biri bilan ustma-ust tushmasligi kerak. Masalan, odam 1977-1979 yillarda harbiy xizmatda bo'lgan, lekin o'sha yillarda o'qiganman deb hujjat ko'rsatadi. Yoki 1970 yildan ishga kirgan, lekin diplomda 1982 yilgacha kunduzgi o'qigan deb ko'rsatilgan. Bunday ziddiyatlar albatta savol tug'diradi. Ba'zan bu xato yozuv bo'ladi, ba'zan akademik ta'til, ba'zan kechki bo'lim, ba'zan ishlab chiqarish amaliyoti bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatlar orasidagi sanalarni bir-biriga solishtirish kerak. 6-nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanganda hamma vaqt o'tgan yillar uchun katta pul to'lab beriladi deb kutmaslik kerak. Ko'pchilik agar men 10 yil oldin pensiyaga chiqqan bo'lsam, endi o'qish davrim qo'shilsa, 10 yil uchun farqni to'lab berishadi deb o'ylaydi. Amalda qayta hisob-kitob qilish tartibi, murojaat sanasi, xatolik kim tomonidan bo'lgani, hujjat qachon taqdim etilgani kabi omillar muhim. Ba'zi holatda o'zgarish murojaatdan keyingi davrga qo'llanadi. Ba'zi holatda oldingi davr ham ko'rib chiqilishi mumkin. Buni aniq bilish uchun pensiya organidan yozma javob olish kerak. 7-nozik jihat. Og'zaki maslahatga ishonib qolmaslik. Qo'shilmaydi, kerak emas, foydasi yo'q degan javobni telefonda yoki oynacha oldida eshitgan bo'lsangiz, bu yakuniy huquqiy xulosa degani emas. Men doim tavsiya qilaman. Murojaatni yozma bering, hujjatlarni ro'yxat bilan topshiring, qabul qilingan sanasini belgilang, javobni ham yozma oling. Shunda sizda keyingi bosqichda murojaat qilish, tushuntirish so'rash yoki yuqori tashkilotga chiqish imkoniyati bo'ladi. 8-nozik jihat. Pensiya miqdori faqat stajdan iborat emas. Odamlar ba'zan menda yana 5 yil staj topildi, demak pensiyam juda oshadi deb o'ylaydi. Pensiya hisobida ish haqi, sug'urta badallari, mehnat faoliyati davri, qonunchilikdagi hisoblash tartibi va boshqa mezonlar ham bor. O'qish davri ayrim holatda stajga ta'sir qilishi mumkin, lekin u ish haqi bo'lmagan davr sifatida qaralishi ehtimoli ham bor. Shuning uchun natija har bir odamda har xil bo'ladi. Birovda 20 ming so'm farq bo'lishi mumkin, boshqasida sezilarliroq farq bo'lishi mumkin. Yana boshqasida umuman farq chiqmasligi mumkin. Muhimi, siz taxmin bilan emas, rasmiy hisob-kitob bilan ishlang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlaringizni yig'ing. Diplom ilovasi, reyting yoki baholar varaqasi, eski talabalik guvohnomasi, mehnat daftarchasi, pasport, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, harbiy bilet, eski ma'lumotnomalar, bularning hammasini bitta papkaga joylang. Hujjatlarni suratga olib telefoningizda ham saqlang, lekin asl nusxalarini yo'qotmang. Ikkinchi qadam, pensiya ishingizda o'qish davri bor yo'qligini aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya va pensiya organiga murojaat qiling. Mening pensiya ishimda falon yillarda falon ta'lim muassasasida o'qigandan davrim hisobga olinganmi? Agar olinmagan bo'lsa qanday hujjat kerak deb so'rang. Eng yaxshisi buni yozma shaklda qiling. 3-qadam, arxiv ma'lumotnomasini oling. Agar ta'lim muassasasi hozir ham ishlayotgan bo'lsa, o'sha muassasaning arxiviga murojaat qiling. Agar u yopilgan yoki qayta tashkil etilgan bo'lsa, viloyat davlat arxivi, shahar arxivi yoki tegishli vazirlik tizimidagi arxivdan so'rang. So'rovda shunday yozing: menga pensiya tayinlash yoki pensiyani qayta hisoblash uchun 1970-yil sentabrdan 1993 yil o'tin yungacha kunduzgi bo'limda o'qiganimni, talabalikka qabul qilingan va bitirgan sanalarimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi kerak. Sanalarni bilmasangiz, taxminiy yillarni yozing, lekin ism, familiya, tug'ilgan sana, fakultet yoki mutaxassislikni imkon qadar aniq ko'rsating. 4-qadam, hujjatlarda farq bo'lsa, oldindan tuzating. Masalan, diplomda Matluba Karimova, pasportda Matluba Qudurova bo'lsa, nikoh guvohnomasini qo'shing. Diplomda otasining ismi ruscha yozgan, pasportda o'zbekcha yozgan bo'lsa, bu ham savol tug'dirishi mumkin. Agar tug'ilgan sana yoki familiyada jiddiy xato bo'lsa, FXDYO organidan yoki sud orqali hujjatning sizga tegishli ekanini tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu yoqimsiz jarayon, lekin ba'zan pensiya uchun juda zarur bo'ladi. 5-qadam, pensiya organiga yozma ariza bering.
Arizada oddiy, tushunarli qilib yozing. Men falon yillarda falon ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda o'qiganman. Ushbu davr pensiya ishimda inobatga olingan olinmaganini tekshirib, qonunchilikda nazarda tutilgan bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ariza diplom nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi va kerakli boshqa hujjatlarni ilova qiling. Hujjat topshirganda albatta qabul qilingan sana va kirim raqamini oling. 6-qadam. Javobni kuting va javobni diqqat bilan o'qing. Agar javobda hisobga olindi deyilsa, yangi hisob kitob qanday o'zgarganini so'rang. Agar hisobga olinmaydi deyilsa, sababini aniq o'qing. Qonunchilikka muvofiq emas degan umumiy ibora yetarli emas. Qaysi asosga ko'ra? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr tan olinmadi? Bularni tushunish kerak. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qo'shimcha tushuntirish so'rang. 7-qadam. Rad javobini olsangiz, darhol taslim bo'lmang. Rad javobi ba'zan haqiqatan ham asosli bo'ladi. Lekin ba'zan hujjat yetishmagani, arxiv ma'lumotnomasida kerakli ibora bo'lmagani yoki sanalar noaniq yozilgani sabab bo'ladi. Masalan, arxiv ma'lumotnomasida o'qigan deb yozilgan. Lekin kunduzgi bo'lim degan so'z yo'q. Pensiya organi esa aynan shu ma'lumotni so'rashi mumkin. Bunday holatda arxivdan to'ldirilgan yoki aniqlashtirilgan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. 8-qadam. Oiladagi katta yoshdagilarning hujjatlarini tekshiring. Ko'pincha ota-onalarimiz endi nima foydasi bor deb qo'l siltaydi. Lekin farzandlari yordam bersa, eski diplom topiladi, arxivga so'rov yuboriladi. Pensiya ishi tekshiriladi. Ayniqsa 7000 yoshdan oshgan pensiyalarda hujjatlar eski alifboda, rus tilida, boshqa respublikada berilgan bo'lishi mumkin. Bu ish biroz vaqt oladi, lekin natija bo'lishi ehtimoli bor. Yana bir muhim maslahat: hujjatlarni hech qachon asl nusxada topshirib yuborib, kvitansiyasiz qoldirmang. Asl nusxani ko'rsatish mumkin, lekin topshirish kerak bo'lsa, albatta rasmiy qayd bilan topshiring. Nusxalarni oldindan tayyorlang. Agar hujjat rus tilida bo'lsa, ba'zi holatda tarjima so'ralishi mumkin. Agar hujjat boshqa davlat arxivida bo'lsa, masalan, Qozog'iston, Rossiya, Qirg'iziston yoki Tojikistondagi sobiq ta'lim muassasasidan bo'lsa, xalqaro so'rov yoki arxivga bevosita murojaat qilish talab qilinishi mumkin. Bu uzoqroq davom etadi, lekin imkonsiz emas. Demak, SSRI davrida ta'lim olgan pensionerlar uchun asosiy syurpriz shuki, eski o'qish davri agar to'g'ri hujjatlar bilan tasdiqlansa va qonuniy shartlarga mos kelsa, pensiya ishingizda muhim rol o'ynashi mumkin. Lekin buning uchun mish-mishga emas, diplom, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi va yozma murojaatga tayanish kerak. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. O'qish yillaringiz pensiya ishida bor yo'qligini aniqlang. Kerak bo'lsa arxivga so'rov bering va pensiya organidan yozma javob oling. Bu ish bir kunda bitmasligi mumkin. Lekin ayrim pensionerlar uchun aynan shu tekshiruv juda foydali bo'lishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSR davrida texnikum, institut, universitet yoki bilim yurtida o'qigan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi yillarda o'qigansiz va pensiya hujjatlarida bu davr hisobga olinganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga ham yuboring. Chunki ko'pincha odamning haqiqati gaplarda emas, eski papkada yotgan bitta hujjatda yashiringan bo'ladi.